Bizning bu birinchi podkastimiz kattalar kamchilik bo'lishi mumkin, ularni kamchiligiga e'tibor bermaymiz. Eng birinchi shogirdlarimizdan biri Shahramali sohadan chiqib ketishga sizni majbur. Sizda ham yoki balki bizdagi tarix bo'lgani uchunmi? Esda qolarli voqea bo'lgan Asilbek bilan yaxshigina saboq oladigan mavzu bo'lgan bizda, ya'ni trader biror bir strategiyani o'rganar ekan, unda o'ylaydiki, mana shu strategiya bozorda, ya'ni muntazam ishlab keladi bo'lgan. Trading og'ir, psixologik. Kim qanaqa o'ziga himmat qilib olsa. Ko'proq stadion stadiondan sразу. Sразу stadiondan patta ko'rganmiz. To'g'ri bilinglar, ko'p ko'radilar. Kattalar, assalomu alaykum. Bek Community podcastiga xush kelibsiz. Hammaga salom. Hammaga salom, kattalar, hormayli qanaqasizlar? Наконец-то bugun keldi. Birinchi podkast bo'lamiz. Bizning birinchi podkastimiz kattalar, agar xato kamchiliklar bo'lsa e'tibor bermaysizlar, chunki o'zimiz ham e'tibor berish planimiz yo'q aka. Demak, ko'pchilik tanisa kerak. Men Sirajiddin Tojdinov, ya'ni Big Trader, ya'ni o'rtog'im bilan birgalikda imonni shu sohaga, sferaga birga kirib kelganmiz. Tanishlar Artyom, ya'ni har doim bizning o'sha kadr ortimizda yuradigan adminimiz va admin bir tarafdan bizning o'sha forex analitikimiz hisoblanadi va kripto ekspertimiz hisoblanadi. Shu sababli ko'p novostilarni, ko'p yangiliklarni demak har doim biz Artyomdan to есть informatsiya sifatida olib turamiz. Va eng birinchi shogirdlarimizdan biri Shahramali hali o'zlarini tanishtirib o'tadilar. Men qisqacha, ya'ni shu sohaga qanaqa kirib kelganimni va Bek bilan qanaqa yo'llarni bosib o'tganimni qisman aytib o'taman va bu yog'ini demak Artyom bilan va Shahramali shogirdimiz davom ettiradi. Artyom, taniysan bu voqealarni? Yana forexga kirib kelish, demak bizda men vaqtda o'qishda, ya'ni chet elda o'qib yurardim va forexga qiziqqanman. Shu sababli "Kel o'rtoq, mana shuni o'qiymiz" deb taklif berganda, Bek ham buni ma'qullagan va men o'sha chet elda o'qishimni приблизительно, ya'ni приблизительно, примерно короче, atmay qilib o'qishga, trading o'qishga shu Toshkentga birinchi 2018-yilda Bek bilan kelganmiz va o'qishni boshlaganimizdan keyin 1,5 oy o'qish bo'lgan, ya'ni o'qish davom etgan. Shu bilan o'zimiz, ya'ni viloyatga, Buxoroga qaytgandan keyin ishlashni boshlaganmiz. Ya'ni islohotlar va o'qituvchi qarorda vaqtda endi men birinchi ishlagan ishim meni arxitektor bo'lgan, ya'ni arxitektor bo'lganman, dizayner. O'sha joyimda ofis olib, Asilbek bilan har kun borib analiz qilardik. Asilbek bilan birinchi Instagramni ochgan joylar va undan keyin bizga komandamizga Artyom qo'shilgan va shu bilan trading hayot yo'limiz sekin-sekin bir kun plus, bir kun minus, ya'ni asosan bizda tartibli savdo bo'lgani uchun birinchi ustozimiz o'rgatganki, ya'ni bu sohada traderga pul kerak emas, ya'ni pulga trader kerak. Ya'ni qachonki sen professional trader bo'ladigan bo'lsak, jamiki o'sha ko'plab traderlarni boshqaradigan depozitini, ya'ni o'qishni boshqarish imkoniyating bor. Ya'ni misol uchun 50 milliondan ortiqdir, nevajno. Xullas, ya'ni bizning maqsadimiz to'g'ri bo'lgani uchun uzoq muddatli planimiz bo'lgan. Shu sababli biz bu yo'ldan etap-etap yaxshi ko'rinishda o'tib kelyapmiz. Shu darajaga keldik. Shu yergacha keldik. Bu yo'lda endi qancha bizni oramizga kirganlar va ketganlar bo'ldi. Ancha qo'shilib ketganlar bo'ldi. Demak, Masalan, shuncha 6,5 yillik yo'lni o'tdingsan, nimani bu bo'ldi? Minus, pluslar, qiyinchiliklar qanaqa? Endi qiyinchilik men o'ylayman baribir hamma sohada bo'ladi. Forexda azgincha qiyinchilik bu o'zingizni o'sha как sosteniyani yo'qotib qo'ymaslik. Ya'ni sosteniya deganda, misol pul bor odam ham, puli yo'q odam ham savdo qila oladi bunga qaraganda. Faqat mana shu, ya'ni qanaqadir miqdorda pul topganingizda o'zingizni как disiplinani ushlagan holda, ya'ni emotsiyaga berilib ketmaslik. Agar emotsiyani biz, misol uchun emotsionalni ham savdo qilib ko'rdik. Emotsionalni savdo har doim konsultatsiya demak, oxiri по-любому sohadan chiqib ketishga sizni majburlaydi. Ya'ni har bir savdoyingiz minusga ketib borganda siz azartga kirishingiz mumkin. Azart vaqtida depozitda qancha pul borligini siz ahamiyatga olmaysizda. Agar plichoyingiz demaydi. Plicho degan tushunchalar bor tradingda. Agar plichoyingiz katta bo'ladigan bo'lsa, demak siz har bir savdoda lotlaringiz o'lchamagan holatda minusga chiqib, depozitdan ayrilishingiz mumkin. Misol uchun hali shogirdimiz mana o'zini yo'li haqida gapirib berganda, misol uchun mana o'qib chiqdingiz. Sizda o'qib chiqqaningizdan birinchi mana o'zingizni tanishtirib o'ting. Birinchi o'zimni tanishtirib o'tadigan bo'lsam, men Shahramali bo'laman. Buxoro shahridan 2020-yil mana shu trading sohasini internetda ko'rib, o'rganib, yo'llarga qiziqib, YouTube'larda havas qilib boshlaganmiz. Keyin men ozgincha o'zimcha savdo qilib ko'rganman. Betartib, shuni tushunib yetganmanki, buni bilimini olib, ilmini olib, keyin savdo qilish kerak. Birinchi bilan qayerda ko'rgansiz? Instagramda. Aslida endi boshlagan.
Instagram aslida endi boshlandi. Aslida endi boshlandi. Elektron o'sha haqida tushdi. Ha, Shunaqa. O'sha paytda 2020-yillar endi karantin vaqti. Men keyin borganman. Yo'lga chiqish, ishlarga borganimda endi siz bilan gaplashganman. Konsultatsiyalar o'tkazsiz. O'sha payt men prostatkada bo'lganman, shotda bo'lganman. Men nima qilganman? Har doim tupay bilim yo'q-ku. Faqatgina marketing qilib, shu tepaga boraversa, siz kurganman. Siz menimcha qaysi valyutada juda ham katta prostatkangiz bor edi. Примерно 60% minus turibdi, funt USD deb aytishadi. Karantinga tushsak ishlatiladi. Shu funt dollar edi, shu analiz qilib bergansiz, nimalarga qarayotganingiz menga o'sha interes tug'gan, ya'ni sohaga nisbatan. Men shunda tushunib yetganmanki, buni o'rganib turib, keyin buni orqasidan ish qilsa, bo'ladigan ish. Ya'ni tupa hozir boya aytib o'tganingizdek, odam kim shoshilib tupa savdo qiladigan bo'lsa, azarga berilib, o'sha sohadan ham ko'ngli qolib ketadi. Chunki ko'p minus qiladi, keyin o'sha sohaga ishonchsizlik paydo bo'ladi. Ya'ni o'zi bu sohadan pul topib bo'ladimi? Itagidagi mana shunaqa savol ichiga kirib olgandan keyin o'sha uverim bo'lmadiki, qilayotgan narsasiga uverim bo'lmadiki, o'sha o'xshamaydi ishni. Shu sababli ham shu o'rganganimizda 2020-yilda mas'uliyatda tahsil olib, keyinchalik ham biz aloqada bo'lib turdik. Mana o'zingizdan keyin menimcha bir muddat o'zingiz savdo qildingiz. Bir muddat o'zingiz savdo qildim. Yana sizlarni o'stirasiga ham borib turardim, o'rnatishga. Aytgancha Shahromali o'quvchilarimiz oldida eng o'sha gрамотный, ya'ni sohani intiqlik bilan o'rganadigan o'quvchilardan bittasi bo'lgan. Chunki bizning oldimizga kelguncha ham o'ylayman, ozmuncha pul yo'qotib kelgan. Shu uchun, ya'ni sohani ozmuncha tushunadigan va qadriga yetadigan o'quvchilardan bo'lgan. Shu uchun o'ylayman, menimcha rezultat bo'lib, mana kattalarning orasida kattalar bo'lib savdo qilib yurishibdi. Sabr qilsa, asosiysi shoshmasdan, ilmni olib turib, mukammal darajada o'ziga ishonganidan keyin, misol uchun to'g'ri o'sha ustozlar aytganidan chiqmasdan, mana shu bo'yicha ishlansa bo'ladi. Shahromani birinchi kelib bergan savol menga buni sohadan pul topsa bo'ladimi deb savol bergansizlar. Bunaqa savol har bir traderda baribir oradan 3 oy o'tar, 6 oy o'tar, har bir trader boshida o'tadigan savol desa ham bo'ladi. Nimaga? Chunki trader biror bir strategiyani o'rganar ekan, unda o'ylaydiki, mana shu strategiya bozorda, ya'ni muntazam ishlab keladi bo'ladi. Ya'ni to'g'ri, balki ishlashi mumkin, lekin esdan chiqarmaslik kerak. Bozor xuddi fasllarga o'xshab siklichni harakatlangani uchun har bir strategiya bir muddat o'sha o'zini ish faoliyatini to'xtatishi mumkin. Misol tariqasida mana ayniqsa kichkina strategiyalik o'sha, to есть bozorda harakatlanuvchi strategiyalar bozorda bir muddat o'zini ish faoliyatini to'xtatadi va shu vaqt temida biz o'ylashimiz bizni faqat minus olib kiradi. Misol uchun strategiya imunda joyi keldi deb ko'p savdo qilishimiz bizani o'sha minusga olib ketib qolishi mumkin. Shuning uchun sizlarni har doim kattalar kompleksni strategiyalar bo'lish kerak. Mana shu kompleksni strategiya bu sizlarga bu strategiyalar bo'lmasa, mana bu strategiya orqali bozorni ko'rish imkoniyatini beradi. Akam, bu vaqtlarda senda o'ylayman, senda ham juda katta tajriba bo'ldi, chunki birinchi ustozing baribir bilan men bo'lganman, yoningda bo'lsa ham kompyuterda ofisda o'tirardik, kichkina uylikligina xona bor edi bizda. Artyomga ham o'rgatganim yodimda. Artyomda endi menimcha sen o'sha anaqa rus tilini, ruslarni rus tilini bilgani uchun Artyomda informatsiya ko'proq olish imkoniyati bor edi. Shuning uchun Artyomcha bizga qaraganda bizga ko'proq informatsion ham, как baza edi bizda Artyom. Brokerlar bilan esingizda bo'lsa, siz ham kelganingizda, endi siz broker yaxshi bilardingiz-ku, ya'ni pul chiqarishda ko'rib nima qilganman-da. Asosiy brokerlarning temasini va o'sha shotlarni ochishni asosan brokerlar bilan diversifikatsiya Artyom olib berardi bizga. Shuning uchun Artyomga rahmat deb qolamiz. Artyom juda ham ko'p ishimizda asqotgan, shuning uchun komandani bir chasti desak ham bo'ladi. Artyom bilan endi biz juda ham ko'p vaqt birga o'tkazganmiz, chunki bir muddat Artyom bilan Rossiyada bo'ldingsan, o'sha ishlaring bilan ketib qolding. Menimcha sen o'sha 2022-yilning oxirlariga qarab kelding-a? Biz ofisni ochib jamasini tayyor qilib qo'ydik. Artyom endi bizlar distansiyon deydi bizda aslida. Yarim bir yil bo'lmadi.
Shunaqa. Bir yil Chunki dars vaqti bor-ku. Asosan endi kripto altcoinlar bilan ishlagani uchun Artyomda shu uchun Artyomdan ko'proq kriptoga oid maslahat olsanglar, menimcha adashmaysizlar degan umiddaman katta. Fundamental analiz. Fundamental analiz. Amerika bilan ko'p bog'liq joylarda operator bilan bog'liq tomonlar mashq qiladi. Xo'p, to'xtalib o'sha aytib o'tganimdek, Artyom Zdagi основной admin hisoblanadi va sizlar yozganinglarda mana shu topdagi yozasizlar. Yaxshi lekin o'sha adminlar o'zgaradi, ishlar ko'p Sekin topshirasizlar. Kengayishni boshladik kattalarda. Bizani bu birinchi podkastimiz kattalar. Kamchilik bo'lishi mumkin, ularni kamchiligiga e'tibor bermaymiz va shu sababli davom etamiz kattalar. Endi jaylab o'zimizni. Endi oramizda hozircha Bek yo'q, Bek endi o'zini chet elda Bek, ya'ni bizneslari bor, ya'ni o'sha bizneslar u yerda qurgan, ya'ni o'sha shu sababli bir muddat chetda bo'ladi va xudo xolasa keyingi podkastimizgacha Bekni ham taklif qilamiz va keyinroq kutib qolamiz xudo xolasa. Distansion, ya'ni qalban birgamiz degan. 2022-yil menimcha ozgincha o'tgandan keyin keldingiz siz, o'sha Toshkentda ishlab qilganimizdan keyin. Toshkentda ofisda qilinganda, mana ishim o'sha paytda Toshkent bilan ko'p bo'lardi, ya'ni fabrika bo'yicha. Shu uchun yana Toshkentga kelib, yana hamkasbim, ustozim, sizlar bilan yanada o'zimiz ustimizda ishladik. Endi men asosiy aytadigan narsam, hamma ham shoshqaloq, ko'pchilik ham kirib tezdan, to'g'ri ko'pchilikga shu gapni o'zi ham yoqmaydi. Tez trader bo'lmaslik narsasini tushuntirmoqchi bo'lsangiz, misol uchun, bu vaqt talab qilishi. Любой bir sohaga kirsangiz ham, любой bir sohani professional chempion bo'lish uchun, demak, chempion bo'lish uchun qancha trenirovka qiladi, qancha mehnat qiladi. Undan keyin chempion bo'ladi yoki yo'q. Misol uchun bu soha ham bu bir imkoniyat. Bu imkoniyatdan foydalanish o'zingizni qo'lingizda. U razgon qilib bugun $1000 $10,000 qilsa ham, erta o'sha $10,000 o'n barobar qilib chiqarib berishi bor bozorga. Shuning uchun asosiysi bozorni psixologiyasini tushunish. Bizda eng asosiysi shuku, bozorning psixologiyasida yo'nalish, psixologiya и так далее. shunaqa. O'zi nima niyatlar bilan Rossiyada shu arxitektura bo'yicha o'qishlarga topshirib o'qib yurgan odam sharqi tradingni o'rganib turib hammasini tashlab, u yerda endi asosan konstruksiya, no, arxitekturani tushunganlar qaysi bozorda baliq ko'pligini bilgansiz. O'zicha zaman bu tikuvchi yo'qmi? Ha, yaxshiman. Shu. Hali baliq ko'pligini bilsangiz, Yaxshiman, sertan kelib. O'shalar maynet bermayman bu. O'zlariga qarab o'qib kelasiz. Siz mining firma ham qilgansiz-a, vaqtida? Kriptoliga qiziqib. Kriptolarga qiziqqanman. U kripto 2008-yilda O'sha qonuniy bo'lgan tok o'g'irlanmagan pul izlagan. Kriptolarga qiziqsa, oqlamagan ish yo'q. hech kim bilmagan bu narsani. Kattaligiga tushuntirib o'ting, mining firma. Mining firma shu kriptovalyutani qazish. Qazib olish. Shunaqa. Sizda ishlab turadi u apparat. Ну как, coin deysiz-a? Coin ishlab beradi. Asosan Ethereum ishlab chiqaradi. Ko'pincha mining apparatlar. Menda ham Ethereum ishlab chiqarilgan. Ya'ni o'sha paytda Ethereum narxi qancha edi? 400 arzon edi. 900 keyin 1200 ga chiqadi. Masaqa edi. U menga apparatim oyiga bittadan ikkitagacha tanga ishlab chiqaradi. Ya'ni shu orqali o'zi ko'ringiz kirib ketgan qiziqdi, ya'ni nima o'zi grafiklar nima? Grafikka interes o'shandan paydo bo'lgan. Chunki misol uchun tanganing narxi oshadi, tushadi-ku. Ko'rsangiz, ko'rib turganman, oshib ketyapti, ya'ni grafik bu. Qanaqadir mendagi bor tovarim, ya'ni bor tangam narxi bugun qarasam boshqacha turibdi, ertaga qarasam bu yana tushib ketadi. Yana indin kuni qarasam yana qaytib oshib ketgan. Mashaqa keyin oddiy sotishni boshlaganman. Birinchi bo'lib mana shu Ethereumda, ya'ni oddiy sotishni boshlaganman. Ya'ni pikka chiqqanda sotib turib, yana kutganman, o'sha 100 so'm bor. Yana qaytib pastga tushgandan keyin sotib olishni harakatini qilganman. Ya'ni orada foyda qilish uchun ishlab olingan. Orada 5 oy o'tdi, shu savdo sistemaga tushib olganimizdan keyin sekin gruppa boshlanishi, ya'ni gruppada necha kishi bo'ladi? Maksimum 3 kishi yoki 4 kishi bo'ladi. Sizning gruppangizda endi mana 4 kishi, 5 kishi shunaqa bo'lgan. Ya'ni ikkinchi gruppa, uchinchi gruppa bo'lgan. Ikkitasi o'zimdan yaqinlarim bo'lgan. Ya'ni o'zi Buxoro kichkina joy, sertifikatlar asosan shunaqa. Shuncha yil bo'lgan, biz shuncha odamni yo'qdik, lekin nimaga men shaharda o'ntala degan komandaga. Mana shu sizga qiziq.
Shahrom tog'a. Endi bu potensialni sizlarga aytib chiqsam, kattalar biz ham o'qiganimizda Bek bilan, ya'ni gruppada 10 ta odam bo'lgan va o'sha 10 ta odam ichidan o'ylayman, mana haligacha o'sha gruppamiz bor. Biror kishi qolmadi, ya'ni Bek bilan mendan tashqari. Sababi biz o'sha sohaga nisbatan qiziqishimiz, intilishimiz juda ham kuchli bo'lgani uchun, balki o'sha boshida yo'qotgan $1000 pulimiz turtki bo'lgandir. Shu uchun o'ylayman, shu sababli biz sohani o'rganishga layoqatli bo'lganmiz. Ya'ni har bir gruppa bo'lar ekan, ya'ni har bir odam idealniy как treyder bo'lib chiqavermaydi. Ya'ni treyderlik ham yuqtirgan odamlar bo'ladi. Ya'ni qanaqa tushuntirsam, bu Shahram Ali ham endi o'sha gruppalardan, o'sha bittasidan, o'sha olov bo'lib chiqqan shogirdlardan bittasi, ya'ni birinchi olov bo'lib chiqqan shogirdlardan bittasi. Qolganlari ham savdo qilib yurishgan bo'lgan, lekin hammada interes har xil. Shuning uchun sohani o'ziga nisbatan misol bo'lgan interes juda yuqori bo'lgan. Imina qaysi momenti bilan gruppadoshlaringizga qaraganda sizda baribir o'sha yonish hissi boshqacharoq bo'lgan, ya'ni sizda ham yoki balki bizdagi tarix bo'lgani uchunmi, ya'ni pul yo'qotganingizni hisobiga pul yo'qotganimdan hisobiga emas, unchalik emas, просто sohani o'zi juda interesli bo'lgan. Qiziq bo'lgani sababi ham boshqa sohalarga nisbatan ancha plyus tomoni ko'pligida. Ya'ni свободное время, joy tanlamaydi, ishingiz hech qaysi shahar tanlamaydi. Misol uchun ishingiz internetda, ishingiz o'zingiz bilan. Apparat bo'lsa bo'ldi, savdo qilaverasiz, bo'ldi nuqtada. Xohlagan yaxshi, samaraзвитие yaxshi, ya'ni sohada bilim ko'p, pul ko'p. Bor bundan ham zo'r, misol uchun trading qilmasdan turib, trader bo'lmasdan turib katta pul topsa bo'ladi, lekin uni demak o'zini plus minus tomonlarida boshqalarida, ya'ni og'irligi ko'p. Riskni даже kontrol qilib bermaydi-da, polni hamma risklarni o'zing kontrol qila olmaysan. Trading qiyin, trading og'ir, psixologik. Kim qanaqa o'ziga qimmat qilib olsa, shaxsiy ma'no fikrim, kim o'ziga qanaqa qimmat qilib olsa, kimdir o'ziga gruzniy psixologik yomon deb qabul qilib olsa, u uchun shunaqa. Kimdir o'zi uchun yengil qabul qilib oladi. Sevib, asosiysi qilayotgan ishingizni sevishingiz. Agar kimki sevib qilsa, o'sha uchun o'sha insonga demak chiroyli soha bo'ladi. Ya'ni zerikmaydi shuni qiladigan ishidan. Menda yana bitta joyi shunda bo'lganki, boshida menda juda katta pul topish hissi paydo bo'lgan, ya'ni nazarga kirgan vaqtlaringiz. Rafta o'yinda o'zi bo'ldi. Sheyxni sotib oladigan darajada fantaziya paydo bo'lgan. Euforiya. Keyin sohani bilgandan, ishlab ko'rib, chuqurroq tagiga yetgandan keyin u euforiyalar yo'qolib, sifatlar sonlar qolgan. Ko'pchilik hozir zo'r bo'lishni xohlaydi, ko'pchilik xohlamaydiki, misol uchun vaqt shundoq ham o'tib ketyapti. Ertasi kuni zo'r bo'lishligini ko'pchilik ham xohlamaydi, bugun faqat. Bugun qanday zo'r bo'ladi. Bir oy, 2 oy ko'radi, bo'ldimi, bo'lmadi, tashlaydi misol uchun. Ya'ni o'zimning gruppamda shunaqa bo'lgan. Bo'lgan. Bir oy, 2 oy ko'rib, endi ko'pchilik sohaga kiradi, pul uchun kiradi, pul uchun faqat qilsa ularman natijaga qiyin juda chiqish. Demak, ana u endi 2 oygami, 1 oygami sразу bo'y bo'lib bo'ladimi? Reklamaga aytibdilar, men boy bo'lmoqchiman misol. Ya'ni tradingga misol kirmoqchiman, bugarchamoqchiman-da. Boy bo'ladi. Faqat ertalab 8 gacha emas, ozgina 11-12 gacha uxlasangiz ko'proq mana shu soat 3 soat ichida yaxshiroq tush ko'rsangiz, men uchun o'sha boylik o'sha vaqt berishasiz. O'sha vaqt berishasiz. Xo'p, biz ya'ni muvaffaqiyatli savdolarimizdan keyin 2022-23 yil boshida endi safarlarga chiqishni boshlaganmiz Bek bilan, ya'ni birinchi chiqqan o'sha davlatimiz Turkiya bo'lgan va Turkiyada biz 6 oy yashaganmiz kattalar va bu 6 oyda sen nima sabablarga asosan qoluvding? O'zbekistondan O'zbekiston. Sen qolmasang bo'lmas. O'zga kim qanday inson? Turkiyaga borganimizda Turkiyada juda ham bir esda qolarli voqea bo'lgan Asilbek bilan. Yaxshigina saboq oladigan mavzu bo'lganimizda, ya'ni ozmuncha pulimizni, demak, o'sha forex sohasida topgan bir qancha pulimizni, demak, o'z qo'llarimiz bilan qo'shqo'llab topshirib qo'yganmiz, berib olganmiz. Bu endi долгосрочный сделкаlar ochganmiz, kattalar, va mana shu долгосрочный сделкаlarda biz bir muddat shotga qaramaganmiz, nikak, ya'ni qaramadi degan qanaqa narx prosentga ketar ekan, endi buni uzoq muddatga ochib qo'yganimiz uchun lot yetarlicha darajada ochilgan va shot bizda
bundan xafa bo'lib ketib qolgan xullas. Bu xato bizga umrimiz oxirigacha yetarli, ya'ni marjinallik savdo bo'lmagan kattalar. Endi marjinallik yaqinroq bo'lgani, ya'ni sistema ozgina chalkashib ketgan hisobiga biz shunaqa katta yo'qotish qilganmiz kattalar va mana shu katta yo'qotish qilganimiz bizga aytib o'tganimdek, ya'ni juda katta dars bo'lgan va 6 oy mobaynida mana shu darsni joyiga qo'yib qo'yishga harakat qilganmiz chet elga kattalar. Savdo qilib обязательно. Shunaqa. U chet elda shu bilan hammasi o'tib ketdimi? Hammasi o'tib ketdimi? Hammasi yaxshimi o'zi? Ha, hammasi yaxshi. Bozordan qaytib Bozor shunaqa. Mana bozorda ham bilsanglar trend orqali продолжение. Ya'ni har bir o'sgan narxni bir muddat balansga kelishi bor, haqiqati bor va keyin yana muayyan narxni o'sha tomonga qarab harakatlanishini bilishimiz mumkin. Har bir odam hayot yo'lida menimcha xuddi shu narsa bo'ladi va bizni chuqur haqiqatimiz o'sha bo'lgan, ya'ni chet elda qilgan xatomiz va shu xatodan keyin bizani o'sishga undagan xato mana shu bo'ldi deb o'ylayman xullas. Bu xatodan keyin o'sishimizda 2x 3x bo'lgandan masalan 2x 3x кто не падает, тот не встает. Da. Oxirida bir oyligida man borganman ekan hozir. Keyin Shahramali borganlar o'sha Turkiyaga va Turkiyada u vaqtda ham o'sha как robot masalasida bor edi, yodingizda bo'lsa, ya'ni o'sha как programmistlarni olib chet elda juda ham ko'plab voqea bo'lgan kattalar. Birinchi podkastda biz o'zida mayli gapirib bera olmasmiz, xudo xolasa hali sekin keyingi podkastlarda gapirib o'tishga harakat qilamiz, ya'ni qo'ldan kelgancha. Xullas, chet elda yashash ham o'ziga yarasha gashti bor, plyus minusi bor. Baribir vatan sog'inchi bo'ladi, baribir har bir misol uchun o'zbekmiz, hammamiz o'zbekmiz, ota-onamizdan yiroqda, qanchalik yiroqda bo'lmaylik, o'sha vatanni, uyi sog'inish degan narsa bo'ladi. Shuning uchun men o'zbekmiz, men sog'inaman. O'zbekmiz. Qaytayotganmiz, sayohat qilib qaytganmiz, bilasizmi? Istanbulga borganmiz. Istanbulda qancha ishlarni qildik, qancha damlarni oldik. Rossiya bordik. Rossiyada kattalar azgacha qiynaldik, sababi ko'rdik. Urush vaqtida bordik, to'g'rimi? Azgacha qoldi, bo'ynimizga avtomat taqib urushga qo'yishdi. Aeroportda. Birinchi aeroportga kirganman. Короче, endi o'rtamiz bo'lardi. Nima deb kirganmiz? O'shanga 3 oy qolish uchun rabota deb kirganmiz. Рабочий. Kirganmiz. Raznorobochiy. Короче, kirganmiz. Usti boshlarimiz takoy. Sanlar короче rabochiga tortmaysanlar debdi. Qo'lga iPhone, rabochi shunaqa keladimi debdi aeroportda. Vizalar ham Turkiya boshqa bo'lib shunaqa kelyapti. Bizni 5 soatlik, 4 soatlik menimcha aeroportda qolib ketdik. Ertalab yaqin chiqdik menimcha. O'shanda birinchi marta Rossiya yoqmadi menga. Hammamiz qaytib ketamiz agar imkon bo'lsa, sразу o'sha samolyotda qaytib ketish niyatimiz bor edi. Va menimcha uzoq muddat yashamadik Rossiyada. Aylanib yurib, boshqa taraf ishimiz. 15 kun menimcha bo'ldi, 15 kun Rossiyada bo'ldik. Tez qochdim. Keyin bek bilan biz qaytdik O'zbekistonga va O'zbekistonda kattalar juda katta seminarlar o'tkazdik va seminarlarda muxlislarimizga va podpischilarimizga alohida rahmat. Sababi kutmagan, ya'ni odam yig'ilib ketib qolgan. Ya'ni biz o'ylaganmiz, o'sha 400 kishiga joy taxlagan bo'lsak, o'yladikki, ya'ni 300-350 kishi desa ham o'sha xursand bo'lamiz. 1000 kishidan oshib ketib qolgan va ichkariga kirganlar, o'sha ya'ni o'tirib bizlarni kuzatganlar 650-700 tachaga yaqin bo'lgan. Qolganlar mingbar uzr, ya'ni qaytib ketishib qolgan va xudo xolisi mana shu yozda kattalar juda ham katta seminar o'tkazish planimiz bor. Masshtabli, ya'ni tradingga oid va boshqa masalalarni gapirib berish to'g'risida va xudo xolisi o'ylayman juda ham ajoyib o'tkazamiz va eng kamida 1000 kishilik joy taxlaymiz kattalarga. Sababi 2023-yildan beri auditoriyamiz ham juda ham kattalashdi. Ko'proq kapitatsiya qilsangiz stadion yig'amiz sразу. Sразу stadiondan patakor gaplashamiz. Mana qo'llar bilan klubga bo'ladi. Shunaqa xudo xolisi. Seminarda o'ylayman har biringlar minimum o'sha bozorda ko'rib savdo qiladigan sistemani olib ketasizlar kattalardan xudo xolisi. YouTube'ga определенный qismi bor, qidirsangizlar kanalga. Shunaqa. Seminarimizni. Biz demak podkastimiz mobaynida kattalar qisman bir-birimiz bilan suhbat olib bordik va aytib o'tganimizdek, birinchi podkastimiz bo'lgani uchun sizlarga, ya'ni o'yimiz, hayotimiz, mana shu trading hayotimizdan bir qissasini gapirib o'tdik kattalar va bundan keyingi podkastlarda harakat qilamiz ko'proq temalarni va ko'proq mavzularni yoritishga.
Ha, shunaqa. O'ylayman qiziqroq chiqdi. Artyom lekin baribir sekret o'tirdi. O'zi to'g'risida hech qanaqa bir informatsiya ham bermadi. Bu safar gapirib tura olamiz takoichidagi narsalarni. Befoydami? Befoyda. Sanda muhim keyslar bor-da. Общий informatsiya beraman lekin o'zimcha beraman. Endi o'rtog'imiz Bek yo'q oramizda, Xudo xolasa. Bu safargi nimada podkastimizda harakat qilamiz Bek bilan onlayn ko'rishda, demak, Qator bo'lishga. Mayda bo'lsa bo'lsin. So'z, bo'lmasa rahmat, charchamang, rahmat sizga ham. Podkastimiz ajoyib o'tdi degan umiddamiz va biz podkastni yakunladik. Ketdi.